Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonizoqov. Bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb mavzu. Ya'ni bolalarning quloq oqishi haqida gapirib o'tmoqchi edim. Demak, o'sha ko'pchilik ota-onalarga biz aytamiz, azizlar, bolangizni quloq oqayotgan bo'lsa, internetdan izlamanglar. Buni nima uchun quloq oqayapti? Qanaqa yordam bersam bo'ladi? Qanaqangi bir uy sharoitida qanaqa narsalar qilsam bo'ladi? Internetni izlamanglar. Qaysi doktor bor ekan bu quloqni davolaydigan deb izlasangiz bo'ladi. Marhamat, chunki o'sha paytida siz to'g'ri insonni ro'parasiga uchraysiz. Ya'ni bizni ro'paramizga uchraysiz. Shuni hisobiga, demak, sababchi bo'lib ko'rasiz YouTube'da. Lekin uy sharoitida qanaqangi qilib men davolab bera olaman bolachaga deb harakat qilmang. Ya'ni siz uy sharoitida hech qanaqangi lecheniya qilib bera olmaysiz. Sizning qo'lingizdan kelmaydi. Uy sharoitida davolangan bolalarni yarmi 50% asorat bilan keladi oldimizga. Juda yomon asoratlar bilan keladi. Hidlanib keladi qulog'i. Hidlanib, sasib keladi. Oldida o'tira olmaysiz, hatto shunaqa hidda bo'lib ketadiki, oldida o'tira olmaysiz. O'zini hurmat qilgan, o'sha o'zini farzandini ham hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan ota-onalar doktorga olib boringlar, iltimos sizlardan. Doktorga prosta olib boringlar. Bu qayerdan chiqqan gap? Uy sharoitida bepul. Ya'ni bepul uy sharoitida. Bu qayerdan chiqqan gap? Nima uchun bepul uy sharoitida degan zaпрос juda ko'p YouTube'da. Sababi mana shunaqa narsani odamlar izlaydi. Xalyava yo'q. Borish kerak doktorga. Insonlar borish kerak. Qulog'iga tomizish kerak. Quloqdagi narsani, yiringni agarda ko'p oqayotgan bo'lsa, uni yuvib tozalash kerak. Uy sharoitida davolay olmaysiz. Olib keling mana bizni oldimizga. Agarda vrach topa olmayotgan bo'lsangiz, yaxshi, vrach topa olmayotgan bo'lsangiz, marhamat, bizni oldimizga olib keling. Biz mana shu narsa uchun maxsus o'zimizni, umrimizni ketkizib o'qiganmiz. Olib keling, meni oldimga olib keling. Samarqand viloyati Samarqand shahrida Abbosona bolnitsa bilan Dinamo stadionni kesishgan joyda ishlayman. Ish faoliyatim dushanbadan shanbagacha har kuni soat 11 dan 5 gacha olib boraman. 11:00 dan 17:00 gacha. Olib keling. Telefon raqamim 97 Agar chetdan bo'lsangiz, ya'ni o'sha Tojikiston, Qirg'izistonlardan bo'lsangiz, doktor Jonizoqov deb yozsangiz Instagramdan chiqaman. Bemalol olib kelishingiz mumkin bo'ladi. Olib keling, biz sizga yordam beramiz, albatta. Endi sizning farzandingizni quloq oqib qoldi. Shunday, demak, uxladi kechqurun, yig'ladi, baqir-chaqir qildi, uxladi. Ertalab tursangiz, quloqdan sariq narsa kelgan. Yoki qon aralash sariq narsa kelgan. O'sha paytda nima qilish kerak? O'sha paytda tezda, demak, agarda tumanda yashasangiz, ya'ni qishloqlarda yashasangiz, tuman tibbiyot birlashmasiga, markaziy poliklinikasidagi lor shifokoriga srochli borishingiz kerak. Bu birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish. Ikkinchi qilayotgan ishingiz, demak, borganingizdan keyin quloq nima uchun oqqanini, sababini so'rang. Va o'sha paytda, demak, yana qaytalanmasligi uchun nima qilish kerakligini ham so'rang. Lor shifokordan nima qilishim kerak qaytalanmasligi uchun quloq oqishini deb albatta so'rashingiz kerak. Uchinchi narsa, demak, hamma aytganlarni qilish kerak lor shifokorda. Chunki bolacha bu juda ham xavfli holatda turibdi u. Bolalarda hamma narsa yashin tezligida bo'lib ketadi. Molniyenosno deymiz. Juda ham tez bo'lib ketadi. Nima uchun? Chunki o'ziga xos anatomik tuzilishga ega bolalarni quloqini ichi. Shu burun bilan birlashadigan joyi ham juda ham kaltadagi, kengdagi juda ham kalta. Shuni hisobiga juda tez o'tadi hamma narsa. Yering ham tez o'tib ketadi. Mana shu uchun bolalar quloq oqadi, burni ham ko'p oqadi. Va plus bunga yarasha meningit ham bo'lib qolishi mumkin. Meningit bo'ldimi, u o'sha normal hayotga kiyilishi juda ham qiyin bo'lib qolar ekan. Ya'ni sizga sog'lom berilgan bola e'tiborsizlik,
hech narsa qilmaydi deb qo'yish, ayniqsa qaynonalar, qaynonalar judayam mana shunaqa narsaga noto'g'ri e'tibor berishadi. Xafa bo'lmanglar qaynonalar, lekin sizlardan ko'p narsa chiqadi. Bolani qulog'i o'zi oqish kerak. 5 ta bola katta qilganman. Hech qaysi unday bo'lmagan. Qo'yday katta bo'lgan hammasi deb qo'yadi. Bir xil qaynonalar keladi, shunday deb aytadi. Qo'yday katta bo'lgan, tap tug'ilgan, tap katta bo'lib ketgan deydi. Hech narsa qilmaganmiz deydi. Va deydi, kichkina o'g'limni oqqan mana hozir yaxshi-ku deydi. Kichkina o'g'lini agarda so'rasangiz, qulog'i eshitmaydi yaxshi. Qulog'im yaxshi eshitmaydi deydi. Oqqanlik, e'tibor bermagan. O'zi oqish kerak, o'zi normal holat bu oqishi deb qo'yadi. Burun oqishi bilan quloq oqishi ikkalasi bitta deb o'ylaydi-da. Burun oqib yursa bu normal holat. Burun oqib yursa, oqib yuraveradi burun. Burun hech qanday asorat bermasligi mumkin. Lekin quloq oqib yursa, quloq kar bo'ladi. Ikkalasi bitta narsa emas, burun oqib yurishi bilan quloq oqib yurdi. O'ylamang, burun oqib yurgan bola hech narsa qilmaydi-ku, quloq oqib yurgan bola bu ham xuddi shunday hech narsa qilmaydi. Yo'q, quloq oqyaptimi? Bu degani, bu karlikka qarab ketyapti degani, garang bo'lyapti degani. Bola garang bo'lishni boshlayapti degani. Shu uchun ham sizni holatingizda, demak, aynan mana shunaqa holatlarda qilish kerak bo'lgan ishlar tartibi yuqori ta'kidlab o'tganimdek, demak, birinchi navbatda bu o'sha gрамотный lor vrachga borish kerak. Yuqori ta'kidlab o'tganimdek, agar lor vrach topolmayotgan bo'lsangiz, marhamat, oldimizga keling, biz sizga yordam beramiz. Lekin kelish kerak. Bizga juda ham ko'p mana shu Qashqadaryodan, o'zimizning tumanlarimizdan, viloyatimizning tumanlaridan va Jizzax viloyatidan juda ham ko'p kelishadi. Rahmat shularga, shu insonlarga, ya'ni e'tiborsiz bo'lmaganliklari uchun. Lekin mana bu Farg'onadan, Vodiydan, o'sha Urganch, Qoraqalpog'istonlardan uzoq bo'lgani uchun 10 ta telefon qilishadi, 10 tadan bitta, 2 ta odam kelishadi. 8 ta odam, 9 ta odam kelishmaydi. Ularga chiroyli qilib tushuntiramiz. O'zlaringizdagi lorga boringlar deymiz. Eqqa borib, o'sha davo topa olmaganlargina oldimizga kelishadi, o'tkazib yuborib kelishadi. Juda ham qiynalib davolaymiz ularni ham. Endi baholi qudrat, biza bir sababchimiz bor yo'q. Biz xudo emasmiz. Biza bir bor yo'q sababchimiz. Davolab ko'ramiz. Agarda o'tkazib asorat berib olgan bo'lsa, iloji yo'q, operatsiya qilish kerak bo'ladi. Iloji yo'q uni o'zi. Buni to'g'ri tushuninglar. Chunki siz o'sha endi rivojlanib kelayotgan paytida kelmagansiz. Og'ir holatda kelgansiz. O'sha paytda endi iloji yo'q, operatsiya qilishga majbur bo'lib qolamiz. Shuning uchun ham kasallik, demak, yuzaga keldimi, aynan o'sha paytida olib kelishingiz kerak bo'ladi. Azizlar, yuqori ta'kidlab o'tganimdek, demak, adreslarni tushuntirdik. Telefon raqamlarimiz bor. Bizga murojaat qiladigan Instagram, Telegram raqamlarimiz mana shu opisiyaning ostida bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.